Bugun 29 mart sanasida tarqagan xabarlarga ko'ra, Ukraina dronlari Rossiyaning Leningrad viloyatidagi Kirishi neftni qayta ishlash zavodiga zarba bergan. Surgut neft gazga tegishli va Kinev kompaniyasi tomonidan boshqariladigan Ukraina chegaralaridan taxminan 8 kilometr uzoqlikda Leningrad viloyatida joylashgan Kirishi neftni qayta ishlash zavodi Rossiyaning eng yirik neftni qayta ishlash zavodlaridan biri bo'lib, yiliga taxminan 17,5 yoki 20 million tonna xom neftni qayta ishlaydi. Bu Rossiya xom neftni qayta ishlash umumiy hajmining taxminan 6,6% tashkil qiladi. Reuters axborot agentligining tarqatgan va Ukraina rasmiylarining tasdiqlagan xabarlariga ko'ra, hujum yong'inlarga va neftni qayta ishlash zavodining ayrim qismlari faoliyatini to'xtatishiga sabab bo'lgan. Neftni qayta ishlash zavodi katta hajmdagi xom neftni qayta ishlaydi va Rossiya harbiylari tomonidan ishlatiladigan yoqilg'ini ishlab chiqaradi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, hujum Rossiyaning urush harakatlarini moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan infratuzilmaga qaratilgan deb izoh bergan. Reuters va Kyiv Post axborot agentliklarining xabarlariga ko'ra, zavodga hozirgacha 2024-yil mart, 2025-yil sentyabr oylarida va bugun 2026-yil 29-mart kuni dron hujumlari uyushtirilgan va neftni qayta ishlashda katta uzilishlarga sabab bo'lgan. Bu hujum ham so'nggi haftalarda Rossiya neftni qayta ishlash zavodlari, portlari va energetika inshootlariga qaratilgan uzoq masofali Ukraina dronlari hujumlarining kengroq kampaniyasining davomi sifatida ko'rilmoqda.